Tak, ha. Mashinani ham o'g'irlab keldim, men endi nima qilsam bo'ladi? Voy, Ilyadan o'chimni olaman. Yaxshisi buni Ilyani uyini tagiga bekitib qo'yib, 100 talik politsiyaga tekshirishga keladi va uni Ilyan uyini tagidan topadi va aybdor Ilya bo'ladi va Ilya qamaladi. Kirib ketamiz. Let's go. Ilya uyidagi baza quramiz. Xo'sh, tak, kanalni aktivlancha tushibdi, mayli chiqsi yo'q. Tak. Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Ilya bola. Yangi videomga yaxshi kelibsizlar bolalar. Xullas, men bolalar bugun agrotlarni tozalashga chiqishim kerak edi-da. Shunaqa gaplar, men agrotlarni tozalashga chiqishim kerak. Bugun yaxshi kun. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib paytashga qilsanglar bo'ldi bolalar. Biz agrotlarni tozalashga politsiyani o'zi agrotlarni tozalashga politsiya kelmaydi. Nima sababdan bizning qishloqqa politsiya keldi? Nima shamol o'chirilgan? Nimadir qotillik yoki anaqa bo'lmagan jinoyat. Tak. Nima sababdan politsiya keldi ekan? Tushunmayapman. Hozirlashlar tuzalab olay. Xo'sh, agrotlarga ekib chiqib bo'ldim. Endi ko'ramiz politsiya nima uchun bizlarni anaqa ekib degan bo'lar. Xo'sh, tak, hop, assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Bizning qishloqqa nima shamol uchirdi politsiyani? Xullas, kecha shaharda boyakani BMW mashinasi o'marilgan. Qanaqa BMW edi? Yangicha rusumdagi qizil rangli BMW, rusumini bilmayman va shu tarafda izlari bor. Xullas, qishloqni tutishga keldik. Shunaqa gaplar. Siz ko'rmadingizmi? Yo'q, men ko'rmadim. U kechasi shu yerga kirgan. Okey, xo'p, rahmat. Mayli, xo'p. Bo'pti, charchamang. La. Nima bo'la? What the fuck, ko'ramiz bo'la. Kechiramiz yo'q, nima o'z ko'ramiz bo'la. Tezroq. Sandiqqa soldik, kiribga olamiz, tapor olamiz. Tapor qanaqa uchun bo'la? Hozir xavf bo'lsa sekin, astalik bilan. Podvalmi? What the fuck? Tak, bu nima tushunmadim. Podval qanaqadir eshik bu. Ochilmayapti. Ochildi. Tak. Bu evakuasha. Meni uyimni nima qilyapti bu? What the fuck? Buni yaxshisi ko'chaga olib chiqib, buni yaxshisi yashirib turgan ma'qul. Uni yerda jitlar ham yuribdi, tezlik bilan yopish kerak. Jitlar yuribdi, tezlik bilan bo'lib bu yerni yopib tashlash kerak. Agar jitlar ko'rsa, vahima qilishadi va buni politsiya sezib qoladi. Men o'g'irlaganim yo'q, rost aytyapman, men o'g'ri emasman. Uyimni tagida qanday paydo bo'lganini bilmayman. Menimcha o'sha o'g'ri meni uyimni tagiga bekitib ketgan. Kim ekan o'g'ri? Bolasizlar bilmaysizlarmi? Aytinglar menga bolalar, men bilmadim kimligini. Men hozir uyimni lapatga olib chiqib tez ko'mib tashlaylik buni bolalar. Politsiya ketgandan keyin menimcha kechqurun ketsa kerak. Hamma uxlaganda agar kechqurun ketsa, kechqurun buni hal qilamiz bolalar. Tezlik bilan mana bu yerdan loylarni chopamiz. Tez loy kerak bizga. Juda ham ko'p loy kerak bo'ladi. Loy. Hop. Tak. Bu yetar. Tez men aql ko'rishgan emas bolalar. Shitili ko'rib qolsa, vahima qilib tashlaydi. Keyin melisa mani xizmat olib ketmasa, men aybdor bo'lib qolmay. Hop. Ana bolalar bo'ldi. Endi maqsadsiz bo'lgan uyga kirib, videolarimni montaj qilib, videolarimni YouTube'ga yuklayman yaxshisi. Bo'ldi, bo'lishasiz bo'lganda o'tiramizda videolarni yuklaymiz shu yerga bo'ldi. Qo'rqib ketdim, o'zi juda ham davay, let's go. Xo'sh, yomon uyqularim kelib ketdi-ya. Xullas bolalar soat 9. Hamma uxladi, demayman-u. Hamma uxlashga kirib ketgan menimcha. Hamma uxlagan bo'lish kerak bolalar, короче. Da politsiya ketibdi bolalar. Biz endi mashina operatsiyasini boshlaymiz bolalar. Podval uyimdagi qanaqa mashina bilmayman bolalar, kirkan olamiz. Bolta har narsa qarshi qilmayman, shuni lapatga olamiz. Telefonni olib olamiz bolalar. Let's go ketdi. Endi biz sekin astalik bilan chiqamiz. Boya nimaga qaramagan jitillar yotgan bo'lish kerak endi. Men rejiy ochilmaydi. Bo'ldi. Sekin astalik bilan mashina operatsiyasini boshlaymiz. Uni yo'qotmasam bo'ldi. Uyimni yo'qotmasam politsiya qidiryapti. Bu mashinani kim uyimda yo'qotishini bilmayman. Men o'g'riga chiqaman va meni qamab qo'yishadi ertaga. Bu mashinani tez yo'qotish kerak bu yerdan. Bo'ldi, tezlik bilan yo'qotish kerak. Bu yerni ham bizamiz. Yaxshilab ochib ko'raylik, qanday mashina ekan. Da, o'sha politsiya aytgan BMWda.
Buni kim shu darajada bolalar meni o'chnogiz kelganmi, meni uyimga tagiga qo'yib ketgan bilmayapman. Bolalar sizlar kommentariyada yozib qoldirib bilsanglar agar. Tak. Hozir o'sha mashina. Hech kim yo'qmi? Atrofda hech kim yo'q. Xo'p, let's go. Endi biz sekin mashinani ochamiz, o'tiramiz. Bu tolda sekin astalik bilan sekin hech kim yo'q, sekin mashinani o'rmonga ko'rib bir joyga tiqib olish kerak bolalar. Bir joyga ko'mib qo'yish kerak bu mashinani sekin. Astalik bilan sekin. Oppa, o'y suv chekib ketdi. Mana shu yo'q keladi, mana shu yo'q qilamiz bolalar. Mana shu yerga olib chiqamiz. Bunday parrot chapga. Bunday. Hop bolalar. Xullas, mana shu yerga bolalar ko'mib qo'yamiz bu mashinani. Hech kim ko'rish kerak emas. Xo'sh bolalar, telefon. Qarchi bolalar, mashinani bunday. Voy, onangni. Xullas, nima qilib bo'lsa ham buni metga yopib ketishimiz kerak. Hop, oppa, ko'rinish kerak emas. Tak, oppa. Xullas bolalar, men bekordan o'g'riga chiqib qolardim agar buni yo'qotmasam degandek. Xullas bolalar, mashina yopib ketamiz. Bo'ldi, endi bu yerdan surish kerak. Mana qo'yib ketamiz, ishni ham tez surish kerak uyga. Bolalar, juda ham xursandman bu mashinadan qutulganimga. Boshimga balo bo'lardi agar bolalar, boya politsiya agar meni uyimni tagini tutganda, bolalar, agar o'sha meni uyimni tutganda, men bekordan qilmagan ishimga, yemagan oshimga pul to'lab, kuchli xotaydi. Yemagan oshimga pul to'lab qamalardim bolalar. Bilmayman qancha vaqtga qamalardim, lekin qamalardim bolalar, 100 ta qamalardim. Tak. Qishloq bu tarafda bo'lishi kerak. Mashinani o'rmonda jetib qoldik, endi uyga sekin borib joyimizga o'tamiz. Hech nima bo'lmagandek. Bolalar, xullas video shu joyda o'z nihoyatiga yetadi bolalar. Videoga like bosib kanalga obuna bo'linglar. Bugun uyimni tagida qanaqasidir mashina paydo bo'lib qopti. Kim qo'ygan bilmayman. Agar kimdir bilsa bolalar, men kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyin biz o'sha odamni o'chcha olamiz bolalar. O'chimiz olamiz va biz esdan chiqibdi, sal qopdi-ya. Men yopib qo'yish kerak. Onasini yemsin. Ertaga agar shu qidir bo'lar agar politsiya kelsa, barmoq izlari suvda yopib qo'yish kerak bolalar bu yerda. Endi bu yerda keng bilmayman, padal nodir qoraman endi. Lekin bu yerda tagiga yetishim kerak. Bab tagiga yetaman. Xullas bolalar, sizlar videoga like bosib kanalga obuna bo'linglar. Biz tezroq 2000 ta olishimiz kerak bolalar. 2000 ta ozgina qoldi. Va kimizning kanalda bolalar, pashta har kuni stream bo'lyapti. Streamlarga kiringlar, aktiv bo'linglar. Ana bolalar, endi uyga kirib yotamiz. Tez, hech kim yo'q. Hech kim ko'zga ko'rmaymiz. Tez uyga kirib yotamiz. Xullas. Xo'p, hamma har do'stlar sizlar bilan ila bo'ldi. Videoga like bosib kanalga obuna bo'linglar. Men endi yotib uxlayman, qaror uchun joyimga yotaman.